Hop, avvalambor assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan biz notebooklarning termopastasini almashtirishni ko'rib chiqamiz. Demak, bizga kerak bo'ladigan narsalar bu. Avvalambor GD900 termopastasi. Buni men uzun maket orqali 20 ming so'mga zakaz qildim. Buni narxi o'zi gramga qarab 10 ming so'mdan boshlanadi. Qancha gram ortgan sari narx ham ko'tarilib ketaveradi. O'zi bizga ko'p kerak bo'lmaydi. Termopasta adashmasam 0,3-0,5 gram atrofida surtiladi protsessor ustiga. Ya'ni GPU ustiga. Endi yana kerak bo'lgan narsa tibbiyot paxtasi va spirti. Bu termopasta qoldiqlarini tozalash uchun kerak bo'ladi va bizga mana bunday ko'rinishdagi atverkalar, oddiy atverkalar ham bo'ladi. Endi bizda bunisi bo'lgani uchun shundan foydalanamiz. Bu atverkamizni chiqarib olib, bunga kerak bo'ladigan nasatkani tanlab olamiz. Adashmasam bunga 0 nasatkasi to'g'ri keladi. Bo'shatib ko'ramiz. Demak, endi biz kompyuterimizni chiqarib olamiz. Xo'p. Notebookimiz ichini ochib oldik. Endi biz bo'shatishimiz kerak bo'ladigan qismi bu yerdan cooleri va mana bu qismi, bu yerda GPU yoki CPU yotgan bo'ladi, ya'ni protsessori. Endi buni ham birinma-ketin bo'shatib olamiz. Buni chiqarib olganimizdan so'ng mana ko'rib turishimiz mumkin. Bu yerdagi qoldiqlar, ya'ni termopasta qoldiqlari bo'ladi. Mana bu GPU ustidagi narsa, bu termopasta qoldiqlari. Demak, bu juda ham hozir yomon ahvolda. Kompyuter buni vaqtida almashtirmaslik kompyuterda juda ham qizib ketishiga sabab bo'ladi. Ya'ni ba'zi holatlarda kompyuter 100 gradusgacha haroratga chiqib ketishi mumkin. Endi buni ohistalik bilan paxtani ajratib olib, spirtlab olamiz ozgina. Ozgina spirtlab olib turib, buni ustini asta sekinlik bilan artib yuboramiz. Quruq spirtdan ustidan yurgizib olamiz. Va ustidagi qobiqlarni qandaydir spatula orqali nimadir bilan biraz qirib tashlashimiz kerak. Bu yerda qolmasligi kerak termopastaning. Protsessorimiz ustini chiroyli tozalab oldik mana. Endi bu yerdagi temir qismini ham alohida tozalab olishimiz kerak. Keyin ma'lumot o'rnida bu yerga protsessorimizga ehtiyot bo'lishimiz kerak, ya'ni suv tomdirmasligimiz kerak. Hozir suv tomib tushdi. Menimcha hech narsa qilmadi. Demak, buni ham bu qismini tozalab olamiz. Ehtiyotkorlik bilan. Ustini tozalab olganimizdan keyin yaxshilab artib olamiz va mana bunday toza holatga keltirib olamiz. Bu qismini ham ko'rayotgan bo'lsak, anchagina toza holatda. Mana
usti ancha toza holatda turibdi. Demak, endi navbat termopastani surtishga. Termopastani chiqarib, ko'p emas, ozgina protsessor ustiga qoldiramiz. Avval ozgina chiqarib olamiz. Chiqarib olgandan keyin chiqarib qo'ygan ekan biznikini. Ozgina chiqarib olganimizdan so'ng protsessor ustiga ozgina keltiramiz. Mana ustida ochib qolgan bunaqalarni termopastani bu qismiga chiqarib yuborsak ham zarar qilmaydi bizga. Demak, termopastamizni shuni qopqog'ini bekitib qo'yamiz. Endi asta sekinlik bilan kompyuterimizdagi kabellarni joylashtirib chiqamiz. Cooler qismini yaxshilab joylashtirib olganimizdan keyin korpusini yana joyiga qaytaramiz. Xo'p, boltini yaxshilab mahkamlab olganimizdan so'ng kompyuterimizni yana yoqib ko'ramiz. Qani, bismillah. Kompyuterimiz o'zi yoniq holatda qolmasligi kerak edi. Mana kompyuterimiz soppa-sog' holatda yonmoqda. Mana ko'rishimiz mumkin, GPU yaxshi holatda ishlamoqda hozir. Harorati ham joyida.